kelganda o'sha qilgan aybini jazosini berishlik kerak bo'ladi. Sahobalar mana shuni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotlaridan, keyingi sahobalardan keyingi tobiinlar hayotidan, xossatan Umar ibn Abdulaziz Hazrati Umarning adolatlaridan biz o'rganmay hech ilojimiz yo'q. Sahobalarning hayotidan o'rganmay ilojimiz yo'q. Hattoki adolat deganda oila orasida adolat, rahbar qo'l ostidagilarga adolat, yoki farzandlar orasida adolat. Mana shu juda muhim. Chunki biz mana shunday deb turgan 70-80 yoshdagi otaxonam albatta kimnidir farzandi. O'rta yoshdagi yoshlarimiz ham kimnidir farzandi. Mana shu biz mana shu farzandlar orasidagi adolatni shu sahobalardan o'rganib joriy qiladigan bo'lsak, shunda hamma bir chiroyli hayot kechiradi. Bu to'g'risida inshaalloh ma'lumot beramiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda nima deydi bu mavzuda? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innalloha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Nisa surasi 90-oyatda Alloh taolo albatta Alloh adolatga, ezgu ishlarga va qarindoshga yaxshilik qilishga buyuradi. Hamda buzuqchilik, yovuz ishlar va zulmdan qaytaradi. Eslatma olishlaringiz uchun u sizlarga doim nasihat qiladi. Qur'oni Karimda azizlar, alhamdulillah jamoatimizda to'liq o'qishganlar va o'zbekchalar bor. Ko'p joyda adolat to'g'risida oyatlar kelgan. U zohiriy ma'nosini o'qib olib, misol uchun bir qaysidir rahbarga nisbatan faqat bu adolat qilmayapti, buni qilmayapti, buni qilmayapti. O'sha oyatning sharhini o'qish kerak. Shuning uchun azizlar, hamma adolat bo'lishi kerak. Hamma misol uchun oddiy holatda ko'chada yurganimizda bir-birimizga yordam berishligimiz, bir-birimizga misol uchun shoshib turganda, hozirgi kunda mana transportlarimiz ko'p, shoshib turgan odamga nisbatan mehribonchilik ko'rsatishlik bu ham adolat. Chunki ko'chada yurganda, boshqa qilganda hammani holati bir xil bo'lmaydi. Ana shunday holatlarda bir